Madaniyatli bo'l. Alhamdulillah. Ovqat mazali chiqdi oyijon. Biram mazaliki. Astagfirulloh, ra. Uzr, biroz ko'proq yeb qo'ydim. Qara, oyimni jahli chiqdi. Oyijon, kechiring, iltimos. Keyingi safar bunday qilmagin, xo'pmi, ra? Xo'p, oyijon. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz adishlardan Ko'rishga tuzukroq narsa ham yo'q-a? O'zingizni yoping, pashsha kiradi. Nima qilyapsan? Hali ham qo'lingdan tovuq hidi kelyapti. O'zingiz ham og'zingizni juda katta ochdingiz-da. Boshqa bunday qilma. Unda og'zingizga pashsha kirib ketadi-ku. Pashsha kirsa ham maylimi, akajon? Sen ham kirganingdan og'zingni berkitmadim-ku. Astagfirulloh. O'rgildim. Meni juda g'ashim keldi. Nega bu qadar Men tortishyapsizlar? sizga yaxshi bo'lsin dedim. Rarani qarang, oyim. Akamni qarang. Ikkovingiz ham bir xilsiz. Bir xilmiz. Bir xilmizmi, oyijon? Nega unday deyapsiz? Ikkingiz ham bir xil xatoga yo'l qo'ydingiz. Qorning juda to'yib ketgani uchun kekirding, to'g'rimi, ra? Ha, oyijon. Imkon qadar dasturxon atrofida kekirmaslikka harakat qilishing kerak. Yo'qsa noqulay ahvolga tushib qolasan, qizim. Xo'p, oyijon. Termiziydan keltirilgan hadisda bu dunyoda haddan ziyod to'yib yashovchilar u dunyoda juda och bo'lishadi deyilgan. Eshitdingmi, ra? Bu senga ham tegishli nussa. Esnoq kelganida uni chiqarmaslikka harakat qil. Xo'p, oyijon. Mabodo ushlolmasang ham ovoz chiqarma. Vah deb. Ko'rdingizmi? Yo'qsa og'zingizga pashsha kirib ketadi-ya. Faqatgina pashsha emas. Esnoq aslida shaytondandir. Ha? Shaytondan? Astagfirulloh alazim. Esnoqni imkon qadar chiqarmaslikka harakat qilish kerak. Buning bir yo'li lablarimizni bir-biridan uzmagan holda esnash. Og'izni katta ochib emas. Ha, endi bildim. Agar shunday qila olmasangiz, og'zingizni o'ng qo'lingiz bilan berkiting, ammo zinhor ovoz chiqara ko'rmang. Masalan, bunday qilib, yo'qsa shayton ustimizdan kuladi. Shayton mening ustimdan kulishni sira xohlamayman, oyijon. Sira. Obbo, aka. Alhamdulillah. Ovoz chiqarmadim-a? Qoyil. Ha? Qoyil. Endi shayton ustimdan kula olmaydi. Musulmon kichik amallarni ham go'zal tarzda bajarmog'i lozim. Esnashi kelganida ovoz chiqarmasligi va og'zini lang ochmasligi, kekirik kelganda esa boshqalarning ko'nglini behuzur qilmasligi kerak. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.